Qo'qon shahrida taniqli yozuvchi va shoir Karimberdi To'ramurod ishtirokida adabiy tadbir bo'lib o'tdi. Qo'qon shahar axborot kutubxona markazi tasarrufidagi Amiriy kutubxonasida o'tkazilgan ijodiy uchrashuv va adabiy ma'rifiy kechada san'at shaydolari, adabiyot ixlosmandlari, ijodkorlar, ziyolilar hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdilar. Tadbir davomida adibning hayot yo'li, serqirra ijodi va o'zbek adabiyoti rivojiga qo'shayotgan munosib hissasi haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Muloqotni taniganimga ham 23 yil bo'libdi. Ijodga kirib kelganimizda 2003-yil birinchi marta o'zi ijodiy safarimiz Qo'qonga bo'lgan. Juda ajoyib uchrashuvlar bo'lgan. Muloqot qilganmiz Qo'qon xalqi bilan ham va Qo'qonni yaxshi ko'rib qolganman. Qarang, 23 yil o'tibdi. Har yili kelaman va bu yil ham ijodimizni qandaydir bir aytish mumkin bo'lsa bir hisobot ko'rinishida So'zga chiqqanlar ijodkorning asarlarida inson qalbi, hayot haqiqati, muhabbat va ma'naviyat mavzulari yuksak badiiy mahorat bilan yoritilganini alohida ta'kidladilar. Jiyda Gulini muallifi ham shu kishi. Undan keyin juda ko'p Dilxiroj degan, Sarvinoz degan nimalari, asarlari, filmlar yaratilgan asosda. Bu kishi juda ko'plab hikoyalarni, kitoblarni muallifi. Taksik kabi asarlari hajviy ruhda yozilgan asar bo'lsa ham, lekin bizni xalqimizni dardini, ichidagi dard alamlarini, orzu armonlarini ifodalaydi. Shuningdek, uchrashuv doirasida yozuvchining kitoblari, jumladan kitobxonlar tomonidan iliq kutib olingan 7 kun asari va boshqa yangi kitoblari taqdimoti ham o'tkazildi. Ishtirokchilar sevimli adibning yangi nashr etilgan kitoblarini xarid qilish, muallif bilan yaqindan suhbatlashish va dastxat olish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Men o'zi bironta she'rim Sherali Jo'rayev aytgan birinchi muhabbatimdek uzoq yillar aytiladigan qo'shiq bo'lsa edi deb orzu ichimda bor edi, lekin bu qo'shiq bunchalar mashhur bo'lib ketishini kutmaganman ochig'i. Kliplar ishlandi, mashhur bo'lib ketdi. Buning uchun Bahodir Mamajonovga rahmat. Bir güzel kulganda betakror edi. Tuğalı son 8 yoshimda edi. Tuğalı son 8 yoshimda edi. Samarqandda o't yoqsam Farg'onada tutunadi. Meni birinchi muhabbatdan kuyganimda tutuni Farg'onadan chiqyapti. Gullar uchun rahmat. Uchrashuv davomida kitobxonlar adibning hayoti va ijodiga oid o'zlarini qiziqtirgan savollariga ijodkorning o'zidan atroflicha javob oldilar. Mazkur adabiy ma'rifiy kecha Qo'qon ahli uchun unutilmas